Jonsiz narsalarni gipnoz qilish qanday? Shikalanimada to'xtamay asnaverdilar. Chunki bak zerikib ketdik. Shundoq biroq qiziqarli o'yin yo'qmi, ey? Meningcha uyga qaytib, hajirasin ko'rsam bo'g'uday. Hey! Bu oliy darajalik musobaqa avtomobili. Bek chiroyliqkan bu. Qanday chiroyliqmikan? Bu mening nevarakamning mashinasi. Qanday chiqib o'ltirib boqamsizlar? Men chiqaman. Hayt afsus, bu pikapga yana 2 odam chiqsa bo'ladi. Undaqda bir odam patmaydi ekanda. Qanday qilamiz? Taşım, sen bayı uyga qaytib hajvi rasm ko'rmanda otatding-ku. Shundaqmi, Jinshan, ha? U rostmi shundoq degan? Biroq u vaqt degan u vaqt yana kelib men u gapni men undaq deb. Undaq qildilar. Ablaqlar, doim meni qatoriga qo'shmaydi. Ularga ish bo'ldi. Hajirasini kitobim yo'qtirdi-ku. Hammasini oldin qatim opam tashlab etgan edi. Mushtayin yo'q kitoblarni qapti. Qistirılma resimlarmi yo'q ekan. Bu qiziq emas ekan. Bo'ldilar, chiqib kel o'zir ko'ray. Diqqat, 1, 2, 3. Gipnozlik sehrgarligi bek yaxshi bo'ldi. Endi qushqa aylandingiz, uchuq. U o'zini rostli qush deb o'ylab qoldi. Bu sehrgar bek yomon kenjimo. Qiziq yerga kelganda tozimi bir. Bu buzuq televizorniza. Unda qilma. Ish bo'ldim. Chiqa. Chiqayman. Tozimi bir. Chiqa. Sen u yerda nimani tepiyapsan? Tozimi bir. Oliy darajalik musobaqa avtomobilini chiqarmabsan. Rasmli kitobni ko'ramayapsan. Dünyadaki hamma narsalardan bezor bo'ldim, men bilan qari bo'lmadi. Undaq ish yo'q, bekla oshirvatding. Bo'ldi qil. Buni sana beray, qarab tur, a? Jonsiz narsalarni gipnoz qilish qanday? Buni ishlasang har qanday narsani, hatto toshnimi gipnoz qila olaysan. Bu mumkinmi? Tafakkur qilish iqtidori yo'q narsani qandoqmi gipnoz qilib bo'lsin? Bu mumkin emas. Buning iqtidori bek yuqori. Sana sinab beray. Bu aynakni sinab qilaylik. Sen bir televizor. Bayıq programı çıxdı-ğu. Çünki aynak özünü televizor deb qoldi. Bu tutqish bilan kanal yetkisang bo'ladi. Men yetkab baqaychi, ha? Voy, bek qiziqarliqkan. Rostdan har qanday narsani gipnoz qilib bo'lamdi, ha? Shundaq, har qanday narsani gipnoz qilib bo'ladi. Sen bir hajvi rasmli kitob. Rasmli kitob bek qiziqarliqkan. Sen bir pianino. Sen bir kichik kanay. Voyjon, ustida varang-turing bo'lib ketdi-ku. Bunda qilsanglar, qo'shnilarga ta'sir etibdilar. Opam keldi. U nega qochimiz? Sen birinchi qavatning derizasi. Bu ishiltishga bek qulaylik narsa ekan, ha? Tashum. G'alati ish. O'ylab baqsam, bizning uyda pianino va kana yo'q. Biroq bayam qavarang-chiroq zoti nerdan anlag'andi? Sen bir elektronlik palampay. Sen bir purjunlik karvat. Sen uchalaydigan gilam, gipnozningla. Bularning hammasi gipnozlanib bo'pti. G'alati ish bu. Ay, bu nima? Voy, qizimlar! Qizimlar voyjon! Tashim! Shodingdan! Meni qizinglar! Voyjon! Ay, shodingdan! Tashim! Meni qizinglar!
oliy darajalik musobaqa avtomobili. Bundaq mashinaga o'ltirsak boshqalar bizni mazoq qiladi. Hozir undaq ko'p ishlarni o'ylag'idek vaqtimiz yo'q. Tez chiqa. Toshon, Shodindan. Tez chiqa, tez bo'l. Toshon. O ishkisi ajab tez qochibdi-ku. Musobaqa avtomobili ekan. Batiz mangdiki. Nima degan yaxshi? O şofunun to'g'risini mashinasi. Hay, sen bir axlatush mashinasi. Politsiya ish surat olib ketdi-ku. Nim bo'ldi, nima chiqdi to'xtaymiz, ha? Men mashinani to'xtatmasam, u o'zligidan to'xtab qoldi-ku. Bu nima? Qulunlarni tortinglar, bu axlatush mashinasi emas. To'xtanglar. Xatarlik ushqur chaqpalak. Ajab oldirib ketyapman. Yana 1 minut qoldi. Bu eng oxirgi tayyor chöp. Hilmi yaxshi shodindan bo'lib qolmabdi. Buni talishib qoladi-da. 10 sekund, 9 sekund, 8 sekund, 7 sekund, 6 sekund, 5 sekund, 4 sekund. Nemish chiqaman. Ishimni og'ritdi. Dam shundoq chog'da. O maktabning kaydi kitobda. Zodi nemish? Chaqaroq buni. Chöp ezilib ketadigan bo'ldi-da. Ha, ko'pchilik. Hammanglar keldinglarmi? Qandoq? Men bek yomon mikanman. Ha? Hech qaysinglar daraxtning uchiga chiqolmaydigansizlar, amdiga men qoyil bo'lgansizlar. Men yomon mikanman. Nima degan yomon? Bunda qaltis ishni o'z ko'zimizdan ko'rib baxmagan shundaqmi, ha? Hozir tavakkulchi Botir Xubodakni qizg'in qarshi olamiz. Xubodakisini tabriklayman. Nima? O'shunda kichik uchun meni chaqirdinglarmi? Nima degan be'ma'nilik? Men asli chöp yemoqchi edim. Chöpim ezilib ketdi-da, endi yemaydigan bo'ldim. Toshon, sen buni be'ma'ni ishlayapsan, amsi o'zing chiqib boqmamsan. Nochi bo'lsang qani chiqi. Men undaq demoqchi emas, men demoqchi. Azmani azmay chapsan chiqi. Uni, chiqi. To'xtab tur. Men boya chöp yeyman degan, shunga men bo'pti, berib chöpingni yeb kel. Agar qichib ketadigan bo'lsam, bo'sh qo'yatmayman. Bildim. Nimishqam undaq ortiq gaplarni qilib yurgandiman. Men u daraxtga yemishib chiqolmaydigan tursam. Chatoq bo'ldi, shodingdan zotni ketgandi. Tozimi bir. Chöp ezilib ketibdi. Shodingdan? Nemish? Mushundoq ish. Qanchalik ishdi u? Xubodakisining daraxtga yamishib chiqqanini ko'sli bo'lar ekan-ku, bak oson. Xatarlik ushqur chaqpalak. Sen ushqur chaqpalakni bilamsan? Avstraliyadagi yerli qabila ishlatadigan narsa. Atqandan keyin o'z yiniga qaytib keladigan g'alati qurol. Buning ishlatilish qoidasi shuningga o'xshaydi. Avval soatni belgilaysan. Bu birinchi qatim ishlatishimiz bo'lgandan keyin 1 sekundga to'g'ri saqla bo'ladi. Qarg'a elish uskunasi bilan boradigan o'rinni belgilaymiz. Bo'ldi. Bu ya bo'g'idek. Nima degan qo'rqinchliq? Qanday xatarga tavakkul qilish yaxshimikan? O'lib qolamanmikin debdiman. Bu narsa kishilarga xatarga tavakkul qilishning ta'mini bildirish uchun kashf qilingan. Buni sinab boqqandan keyin xatarga tavakkul qilishning unchalik xatarlik emasligini his qilasan. Yaxshi bo'ldi, endi daraxtga chiqay, ha? Bo'ladi. Bu shu daraxtning uchchig'imi? To'g'ri. Xubodak aniqroq ko'rib olsin. Vaqtni 30 sekundga to'g'irlab qo'yay. Ma'qul. Nimandaq yigit. Ko'zim to'lishib ketdi. Bir odamni ko'rinmaydi-ku. Tez kelib ko'ringlar. Beshim qo'yib ketdi. Nima degan xatarlik. Aran pastda daraxtga chiqsam birsimi ko'rinmadi. Xubodak zoti nega ketganda tez uni topaylik. Qanday qilamiz? U balkim uyda bo'lishi mumkin. U rostli uyda bexaraman o'ltirib pranik yeyotibdi. Bo'ldi, vaqtni 1 sekundga to'g'irlab qo'yay. Shodingdan? Bo'ladi.
Oy, hammasini yapıptım-ku. Qara, piranikni ep keldim. Bu üskününün bundaq tayini yo'q ishlar ishlatsan bo'lmaydi. Shodindam, men o'zim sinab baqaychi. Bo'ladi. Knopkalar. Sol tarafdan boshlab sharq, g'arb, janub, shimol. Undan keyingisi egizlik. Vaqtni to'g'rilasangmi bo'ladi. Bildim. Hayvonotlar baqsi. To'g'ri, 20 sekund to'g'rilay. Xatarga tavakkul qilishning qiziqidim qangacha o'zirinay. Ko'pchilik qo'rqib ketdinglar-ku deyman. Menchu o'rmonlikdagi Tarzan. Meni qo'rqma. Qo'rqoqlikkan. Yana birdan o'ynay. Endi 1 sekund vaqtga to'g'rilab hamma yerlarga berib o'ynab kelay. To'g'riladim. Oy, odam paket. Yaxshi bo'ldi. Bek ko'ngillikkan. Bek ko'ngillik o'yindim jim. Hey, Daşum. Ben sana ağır geldim düşe. Oxiri keldi. Men ushbu chaq bilan yonchig'imga serib olay. Yilqi daraxtning ostiga borganda sen vaqtni hisoblab turib, knopkani besib men ustiga chiqarib qo'y, ha? Ma'qul. Men keldim. Men va'damga amal qilib, birdamning ichida u daraxtning ustiga chiqib bo'laman. Mang'ayli. Nimish bo'ldi? Boya baqirgan kimdi? Odam yo'q-ku. G'alati ish. Voy, bu qandaq narsadir? Ezmağını ezip durmay çapsan çıka tursan-ku. Buni azmlik qilmay, til chiqmamsan. U nimishqa knopkani bosmaydi-g'andu. Hey, boya çoğsuzlavatatdın-ku. Çıka, bu ne vaxtimizni almay. Vah, bu dengiz nima degan chiroyliq. Bu knopka. Hey, bu ne Daşum, bu ne? Yo'qolib ketdi-ku. Boya müşe. Mushundagi tavakkal yomonmi? O'zaro bo'lichi. Oldu. Odam chiqadi. Daşungni mandaq shaxsiyatchi. Uni bundaq bag'ri tashlab o'ylamabdi-kanman. U meni rostini bek ko'ngilsizlantiryapti. U qaytib keldi. Daşung, men seni bundaq odam deb o'ylamabdi-kanman. Wow. Daşung, boshqalarga topni apamiding. U topni apasang qanchalik vaqting ketadi? Yana da yo'ldan ezib qolgan kichik bola bilan mu qaring bo'lmadi? Sen bek vijdonsizkansan, Daşung. Biroq bugungi topshiriqim bekchiq. Ertatiganga ishlab bilishning o'zim bir masala tursa, boshqalarning ishiga ko'ngil bo'lgandek natiki vaqtim mening. Tozimi bir. Nimishku bundoq deysan? Odamlar cho'qim bir-biriga yordam qilish kerak. O'zaro yordam berish ko'ngilchi. Ala bu dorini yeb baqqin. To'ra, qandoq to'ra? Qiyinchilik bor odamlarni uchratganda o'zligingda yordam bergizdigan to'ra. Bu yaxshi to'ra ekan. Agar buni boshqalarga yegizib qo'ysam, u chaqda. Nima? Topshirig'ini teqishlab bo'lamadingmi? Men nima degan Biz ular yordamlashib ishlashib beraylik. Buni boshqalarga yegizib baqay. Hay, unda qisam bo'lmaydi. Hey Şafu, bugün topni bek yaxshi o'ynading, yaraysa. Bugun ta'lim kelib qoldi. Bugun sen nihoyat yaxshi o'ynading, Jumo. Shundaqmi? Hay, menda nihoyat yaxshi bir do'rba yapaqamsizlar. Meningcha u cho'qim yaxshi narsa Men emas. shundoq o'yladim. Mana bu do'ra. Undaq bo'lsa o'zing bir yigin, yigina.
Kubuday. Ha, nima biror gaping bormi? Gepim yo'q. Biroq ishlaringni bek mehnat qilib yetibsan. Ha, boya top o'ynag'ich mehnat bo'lib ketibdi. Men qiqiytay ya. To'xtab tur. Taşın, tuyuqsizlik kuyimchan bo'lib ketibsan-ku. Buni men kontrol qilolmayman. Ha, biz hozir boshqa bir joyga boramiz. Biz hozir boshqa joyga boramiz. Bu top kalsiga palay va topni uyga olib qo'ygan. Sağ topshirdik. Posti, topshiriq ishlaydigan vaqtim yetmay o'tsa, yana mushundaq ishlarni qilyapman. Beshimni qottirib aytdi-ku. Jinshang. Tashing sizkansizg'i. Yiliqi topshiriqni men bo'lmaydi. Avval bu narsalarni olib yetishim kerak. Tashing achib xariti bo'lib qopti. Voy, jafo chekibsiz. Rahmat Tashing. Sizni avar qilib qo'yibdik. Amizdan ketdim. Rahmat sizga. Topshiriq. Yiliq kichik bola teg'ichi yig'layib turibdi. Uying qayerda? O'tiribdi. Qaysinglar bu bolaning uyining qayerligini bilasizlar? Yoki opsini bilamsizlar? Rostmi mushiyammi? Ashiyaku deyman. Mama bilmayman. Qaysinglar bu bolaning opsini toniysizlar? Uning uyining nerligini bilamsiz? Men bu bolani ko'rib boqmabdi ekanman. Boya bog'chida biraylar yo'qolib ketgan bolasini izlayotdi. Rahmat sizga. Appa! Benim balam. Kapqanlığımdan ben hoş buldum. O akış sizi üzüşmedi. Apangni tapqaning bek yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga ko'p rahmat. Bundaq deb ketkichiligimi yo'q. Xo'sh akash. Amis men ketdim. Xo'sh fikam. To'lajaqcha qilma. Mening derdim bundaq ishlarni qilgudek vaqtim bo'lsin. Sen bana bu yüktaklarını götürüş vermekçimi? Rahmet sana, sen pek yakışı bal ikensen. Rahmet. Oy can. To'g'ri, ko'zimni yumib olsamla qiyinchilig'i bor odamlarni ko'rmaydi ekanman. Shunday qilay. Onda qo'rqib ketma balam. Men o'zim yolg'iz bu uyda turaman. Hozir men og'rib qoldim. Holimdan xabar og'dak odam yo'q. Ansirmang. Men hozir kiyimlaringizni yuvib, uylarni toza tomoq etib beray. Toshingizda ne ketgandi? Doğrunun küçü ahır yok idi. Bırak topşırık işligidek vaqtim qolmadi. Qanday qilaman? Tugashdi. Jinshang. Men sizning bunchalik aq ko'ngil ekanligingizni o'ylamabdiman. Jinshang. Men sizning topshiriqlaringizni ishlashib beray. Bilmaganlaringizni so'rang. Men o'tib qo'yayman. Rahmat sizga Jinshang.